Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube kanalimiz a'zolari. Hammaga xayrli kun. Mana bugun 3-aprel 2025-yil. Mana ko'rib turganlaringizda mana bioreaktorlar tayyorlandi. Mana Akbar aka bilan hamkorlikda xudo xolasa mana shu Andijon shaharni Bo'taqora MFA bo'ladi. Bo'taqora MFAga biogaz ishlab chiqarishni shu yerda yo'lga qo'ymoqchimiz va boshladik. Mana ko'rib turganlaringdek bir mashina bo'ldi, mana narigisi ikkinchisi. Hozir bu yerga 5 kvadrat, keyingisiga yana 5 kvadrat, 10 kvadrat o'lcham qo'yamiz. Hozir mana bioreaktorlar shunday tarzda yorib qo'yganmiz. O'zida uyga oziqasi yashab turadi vaqtida. Ravnalarimiz. Xohlasa video chekimga gap kelsangiz, mana cho'rchalar zikriga ko'rinadi mana. Yaqinroq gap kelsangiz, mana qizarib yotibdi. Xudo xolasa shunaqangi zikriga chiqarib beriladi. Mana bu tarafdan olganda. Voy, bu qizarib yotibdi. Mana cho'rchalar. Mana. Video çekelim, yap koyalım. Kısacası mana shu qiziquvchilar bo'lsa, bemalol murojaat qilaversa, mana bunaqangi zichliklar, cho'rchalar chiqarib beramiz. Va hozir mana ko'payish mavsumi, bahorda bo'lib cho'rchalarimiz rosa ko'payadi. Va albatta kim boshlang'ich bo'lsa, qiziquvchilar bo'lsa, murojaat qilaversa, chiqarib beramiz. Akbar aka xudo xolasa mana bu biogaz ishlab chiqarishni shu yerda kelajakda Andijon viloyatida sanoat usulida ishlab chiqaradigan bir cho'lcha firmasiga aylantiramiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Shunga harakat. Mana bu yerda qilib tursangiz. Cho'lchalarimiz. To'lib yotibdi. Do'stlar, xohlasa mana ko'rib turganlaringdek kimda-kim biogazga ham cho'lchanga ham qiziquvchilar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, sizlarga ham yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Like bosib qo'yinglar.